Qadrdonlar, bedanaxonamiz sekin-sekin jihozlashni boshladik. Pochiniga bruder olib kirib qo'yganmiz. Shu bilan birga bir testdan ham o'tkazib olamiz. Bruderlarimiz polniy otsinkovka zaylamaydigan listlardan ishlangan, G3002 termoregulyator bilan jihozlangan. Bu issiqlik energiyasini bir maromda ushlab berishga yordam beradi. Keyin bruderimizni har tomonlama Penaplex materiali bilan izolyatsiya qilib qo'yganmiz. Bu issiqlik energiyasini, elektrni ancha tejab beradi. Bruderlarimizni ichini hozircha podgusnik, ya'ni qalinroq material bilan to'shab qo'yganmiz poliga. Bular hozir kichkinaligini hisobiga setkani ustida bemalol yura olmaydi. Sal katta bo'lgunlarigacha mana shunaqa podgusnik materialdan foydalanamiz. Bu suv paylkalari bir kunlik jo'jalar ham bemalol suv icha olar ekan bunda. Men o'zim test qilib ko'rdim. Suv idishi katta 25 litrli men yonkiska ulab qo'yganmiz. Endi xudo xolasa navoda qaror bo'lmay qolgan taqdirda ham suv tugab qolmaydi, xavotir olmasanglar ham bo'ladi. Keyin men bu karmushga ham test qilib ko'rdim, bir kunlik jo'jalarga ham yaxshi ishlab berar ekan. Qadrdonlar, lampochkaga to'xtalib o'tsak, lampochka qizil lampochka bilan nima farqi bor? Faqat narxida ekan. Men qizil lampochka olib keldim, 85 ming so'mga oldim. Keyin ikkovsini ham ishlash prinsipi почти bir xil ekan. Test o'tkazayotganimda ikkovsi ham bir xil vaqtda issiqlik energiyani maromga yetkazib berdi. Dejurniy lampochkaga imkon qadar kichikroq oddiy LED lampochka qo'yaverasizlar. Issiqlik energiyasiga mana bu lampochkadan qo'ysanglar, buni 10 ming so'mga oldim. Qizil lampochkani 75 ming so'mga oldim. Mana hozircha bruderimizni bitta qavatidan foydalanyapman. Endi sekin-sekin bo'tga yana 4-5 ta bruderlar qo'yaman. Keyin o'rtaga ikkita inkubator, bu tomoniga xudo xolisa seshanba kuni qapaslarni taxlashni boshlaymiz. Qadrdonlar, agar kim boshlamoqchi bo'lsa, birgalikda boshlaymiz. Men Telegram kanaliga hamma videolarni tashlab turibman, podgotovkalarni, keyin nima jarayondaligimizni. Agar navoda sizlar ham bedana biznesini boshlayotgan bo'lsanglar, birgalikda boshlaymiz shu bahona. Hammalarga rahmat, umringiz uzoq bo'lsin.